eshitdingizmi? iPhone 16 chiqdi, dubayskisi zo'r ekan. Dubayskisi bo'lmaydi. Ana qo'shnimiz Jabborning qizi Dubayga borib, Dubayski degan nom orttirib oldi. Hozir erga tegolmay yuribdi. Erim mani Maldiv orollariga borib keladi. Eshitmadingizmi, Maldiv aytmay bo'pti-yu, hamsterdan ko'p pul chiqmabdi. Menimcha bugun bu mavzuni ochmaganingiz yaxshi. Nega ekan? Maldiv o'rniga onangiznikiga jo'natib yubormasin. Voy tavba. Bir to'yda bo'lib kelgan. Men bir o'zim birinchi kelganimni shunday vertushka berib bittada o'chirdim. Eng kattasi shunday yoqasidan ushladim, qolganini ajratmoqchi bo'ldi. Jaqt berib ezib qo'yaverdim. Aka, men sizga necha marta aytdim, bitta tarakan dori oling deb, maza qilaverasiz. Chiqdimi? Sani ham qorangdan chiqdimi? Tarakani fayzi bor joyga keladi-da. O'sinjon, Abbos joyini qo'l qilib qo'yibdimi? Yo'q, choy to'kilib ketgandi. Ha, choy ulguram har kuni bir xil joyga to'kilar ekan-da. Dilbar! Sochuv bergan onasi demoqchi edim. Mana iPhone 16 so'rading-ku. Bu 8 u, o'zimda ham 8 u. 8 qo'shsa necha bo'ladi? 16. Bo'ldi-da. Parvardachim o'zimni suvda esse. Uyaltirmang, gapcham. Aynan ham o'zimni qoshiqchamdan. Tez olib kelmaysanmi, mol? Olib keldimmi? Sizga olib kelingmi? Undan ko'ra yuzim masjidga sochiq olib kelgan. Ha, qachon sizni xorazmcha so'zlashni o'rgataman? iPhone uchun. Mana hamster uchun. Bunisi choy to'kilgani uchun. Bora. Olovni oldida ko'p turdim. Ishqilib kechasi choy to'kib qo'ymasam bo'ldi-da. Bay. Bugungi ovqatni kim qildi? Kenja kelinimiz qilganlar. To'xtanglar. Sizlarda bitta gapim bor. Открывай дверь без ключа. Yig'ishtirlaring. Ovqatga qara. Mashina ulgurni zaratga qo'ymayman, esim qursin. Boqamak, nima yapsiz bilan shoshmang. Aka to'xtang, men ham boring. Abbos!